biz oltin to'pni statistikaga qarab beraylik yoki haqiqatdan ham eng kuchliga beraylik. Lekin har yili har xil. Yo'q, har yili har xil, to'g'ri. Lekin nimaga bu ikkalasi juda ko'p oldi? Messi bilan Ronaldo, ha? Bular statistikasini hozir qaramasangiz ham, o'sha davrlar haqiqatdan ham ikkalasi eng zo'r. Yaqiniga hech kim kelmadi. Hech kim yaqiniga yo'q edi. Men o'ylayman shu Modricga olib berishdi o'sha yili. Ha. Aniq qildi. Ikkalasida sal pasayish bo'ldi. Jahon chempionatida Argentinaning ham, Portugaliyaning ham yaxshi o'ynamaganligini hisoblab olib berishdi. Qaysi bir yili Lewandowskiga berish kerak edi, karantin deb hech kimga bermadi. O'sha haqqoniy bo'lmadi deyman. Lekin ikkalasi haqiqatan ham eng kuchli edi. Ikkalasi yo unisi yo bunisi oldi. Dunyoda yo'q, Yamaldan kuchli futbolchi yo'q. Keyin bitta narsaga e'tibor beringlar, sizlar Saloh bilan Rafinhani qo'shgan yillarda butun mavsumda olyapsizlar. Oltin to'p 25-yil uchun beriladi. Yanvardan buyog'iga qaranglar.